Gap yangi yil kontrastimiz qanaqa? Bormaydi kontrast? Bemorimiz bizga bir hafta oldin murojaat qilib kelganda, ikkala buyraklarda ham toshlar bor. O'ng buyraklarda 2,5 santimetrlik, chat buyraklarda ikkita 1 santimetrlik toshlar bor edi. Mana o'ng tomondagi toshlarni mana maydalash jarayoni. Shunday mana lazer yordamida maydalab, toshlarni mayda-mayda fragmentlarga bo'lib olib chiqilyapti. Navbatdagi ashi bemorimizni o'ng buyragining toshini oldik. Katta toshlar edi. Endi ikkinchi tomon chap buyragiga o'tdik. CD9 yuqori qismida katta 2 santimetrdan ko'ra kattaroq qattiq tosh yopishib qolgan. Yo'l to'sgan, gidronefrozga sabab bo'lgan. Hozir shu maydalab, lazer yordamida maydalayapmiz hamda perkutan usulda olib chiqamiz. Kichkina teshik orqali buni afzalliklari juda ko'p gapirdik bu haqda. Katta jarohat bo'lmaydi hamda bemor juda ham tez odatdagi hayotiga qaytadi. Xudo xolasa bitta etapda ikkala buyrakdagi toshlarini olib tashlaymiz. Orada snimkasini ko'rsatib o'tib ketamiz sizlarga. Agar sizlarda yo yaqinlaringizda shunaqa muammo bo'lsa, Sardar klinikasiga murojaat qiling. Bu yerda malakali mutaxassislar sizlarga yordam beradi.